Mana case ham kelib oldi. Endi hammasini shu case'ga o'rnatamiz. Oldingi videoda qanaqa power supply ishlatayotganimni aytishni unutdim. Shunga bu yerda ko'rsatib ketaman. Bu yerda EVGA 1000 wattli power supply. Bunaqa katta power supply tanlaganligimizning sababi bizga ikkita grafik kartaga yetarlicha quvvat yetkazib berib turish uchun. Xo'sh, bizda birinchi muammo afsuski case'imizga ikkita grafik karta sig'mas ekan. Bu yerdagi joyga bu sig'madi. Endi hozircha mana shu bitta grafik kartada o'rnatib yurg'izib turaveramiz va 3-qism yoki 4-qismda case almashtiramiz. Mana bitta video kartani o'rnatib oldik, hammasini uladik. Endi sekin yoqib ko'ramiz. Qani, bismillah. Xo'sh, yondi. Qani ekrandan nima chiqib kelar ekan? Ikkita klaviatura mishkaga e'tibor bermaysizlar. Yangi kompyuter yig'ilganda Bluetoothlar ishlamaydi, o'shaning uchun simli eski mishka bilan eski klaviaturani qo'yib o'rnatib ishlatib ko'ryapman. Va bizning ikkinchi muammo. 3-qismda buni yechishga harakat qilamiz.